O'rtoqlar, assalomu alaykum. O'sha operatsiyadamiz. O'sha kunni опросник qoldirsam, hozir natijasini ham qo'yaman. 20% odam yozilibdi operatsiyaga, 80% odam hali yozilmagan. Tepa shunaqa edi, hozir esimda yo'q. O'sha aprelni yarmi to'ldi aksiyada. Ya'ni 25 kun bo'lsa, bir 12 kun, 11 kuni o'sha to'lgan operatsiya bilan. Kuniga 2 tadan oshiq operatsiya olmaymiz. Agar kim aksiyada operatsiya qildirmoqchi bo'lsa, harakatlarni qilib olinglar. Bu operatsiya, aksiyamiz may oyida davom etmasligi hozir noma'lum. Imkoniyat bor, foydalanib qolish kerak. Charchamaylar, hammaga omad.